Biz o'sha qonunni buzgan paytimiz hayotimiz buziladi. Ayol kishini taqdiri, kelajagi bu otaga bog'liq. Shuncha aytaman, bolaligini yo'q qilmang bolalarni. Bolaga berilayotgan haddan tashqari g'amxo'rlik ham, haddan tashqari uni erkalatish ham bu bizning egoizmimizni oshirib tashlaydi. O'zimni kuchsiz tomonimdan voz kechmaganman-da, kuchsiz tomonimni kuchga aylantirganman har doim. Armon bu insonning hayotida eng katta kuch yo'qotadigan nuqtasi hisoblanadi. Voy keladi, voy men nol holatda men hech narsa qila olmayman. Sen nol holatda bo'lganda qila olgan bo'larding. Demak, sen hali nolga tushmagansan. Bu ham aytaman, yomonlik yo'q o'zi dunyoda. Yomon narsani o'zi yo'q hayotda. Bizning har bir hayotimizda, bugun bo'layotgan hayotimizdagi har bitta voqea o'sha o'tmishdagi qaysidir tajriba, ya'ni o'tmishingdagi qaysidir yashab o'tgan voqealar asosida dars olganingda, to'g'ri o'shani qabul qilganingda kelib chiqadigan voqea hisoblanadi. Men o'ylaymanki, o'zimni o'tmishimdagi 10 yil oldingimi, 20 yil orqaga qaytasizmi, eng qiyin vaziyatim deysizmi? Agar sen qayta yashab o'tib, bugungi kunda mana shu hayotga yana qaytib kelish imkoniyating bor desa, men qayta yashab bergan bo'lardim. Umuman yo'q armonim. Men buni to'g'rilagan bo'lardim yoki erga tegmagan bo'lardim yoki buni qilmagan bo'lardim deya olmayman. Hammasi to'g'ri bo'lgan, vaqtida bo'lgan, eng kerak soniyada, eng kerak vaqtida bo'lgan. Hattoki o'sha og'rig'im, ko'z yoshim, qiyinchiligim, kasalligim ham hammasi vaqtida bo'lgan. Hech bir narsani orqaga 10 yil qaytarib boshqacha qilishim kerak degan bo'lmasdim. Chunki o'sha paytda o'shanaqa bo'lmaganda bugun men o'zimni mana shu versiyani yarata olmagan bo'lardim. Shuning uchun eng yomoni o'z armonda yashash. Eng yomoni. Armonda yashamasliging uchun yashab o'tgan hayotingdan mag'rurlanishing kerak. Chunki sen bundan o'ta olding. Sen buni qila olding. Shuning uchun aytamanki, shunaqa inson hayotini yashab o'tish kerakki, Allohning oldiga borgan paytingizda yana men senga o'sha takroran o'sha taqdirni beraman, yashab o'tasanmi deganda siz nafaqat ikki qo'lingizni ko'tarib, vujudingiz bilan ha, yana qayta yashab o'tishga tayyorman deydigan hayotni yashab o'tishingiz kerak. O'sha ota-onam bilan, o'sha taqdirda, o'sha hayotingizdagi odamlar bilan, hammasi bilan birga yashab o'tishga tayyorman degan darajada inson ongli yashab o'tsa, menimcha hech qachon armoni bo'lmaydi. Armon bu insonning hayotida eng katta kuch yo'qotadigan nuqtasi hisoblanadi. Armon bu insonni orqaga tortib ketadigan narsa hisoblanadi. Shuning uchun aytadiki, o'zbekchilikda bitta gap bor. Qadaringga rozi bo'l. U qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar to'g'ri bo'lgan. Insonlar yomon narsani o'zlari o'ylab topgan. Bu dunyoda hech narsa yomon bo'lmagan. Biz uni yomon qabul qilganmiz. 10 yil orqada sen yaxshi qabul qil degan bo'lardim o'zimga. Yana 10 yil orqada o'zimga hammasi o'tib ketadi degan bo'lardim. Chunki har bir narsa bu hayotda o'tib ketadi. Hattoki eng xursandchilik davring ham o'tib ketadi. Bolaliging ham o'tadi, quvonchli kunlaring ham o'tadi. Onangning oldida yashashing ham o'tib ketadi, onangning hidi ham o'tadi. Tanang ham seni bir kun tanangni tark etishingga to'g'ri keladi. Bu dunyoda hech narsa abadiy emas. Qadaringga rozi bo'l degan bo'lardim va o'tib ketishini bilishing kerak degan bo'lardim. Bugun siz qaysi holatda bo'lmang, qaysi nuqtada bo'lmang, bu ham o'tib ketadi. Farqi yo'q. Hammasi o'tib ketadi. Shuning uchun o'zimga nima degan bo'lardim? Yana qayta yashab o'taman degan bo'lardim va o'tib ketadi degan bo'lardim. O'zimni kachitsamda hurmat qiladigan narsam, agar menga uzoqdan bitta qizil bayroqni ko'rsatib qo'ysangiz, mana shu yerda yutuq bor, mana shu yergacha borasan desangiz, men oxirigacha boraman. Yo'limda nima chiqmasin, qanaqa yiqilmayin, kim bo'lmasin, kimdandir balki voz kechishimga to'g'ri keladi, kimnidir yangi odam hayotimga kirgizishimga to'g'ri keladi. Yiqilasiz, surinasiz, lekin o'sha qizil bayroqqa yetmagunimcha qo'ymayman. Bu birinchi kachistvam hisoblanadi. Bilmayman, ikkinchi kachistvam meni onam har doim qulog'imga soladi. Seni eng yaxshi kachistvaing saxiyliging deydi. Bu faqat pulda saxiylik emas, puldagi ba'zida haddan tashqari saxiylik qilaman. Biznesmenlar tushunmaydigan darajada saxiyman. Men kimdirga nimadir berayotgan paytim, nimadir gapirayotgan, menga o'sha gapni gapirsa, men qanaqa qabul qilgan bo'lardim? Menga shu narsani bersa, men nima degan bo'lardim? Ya'ni o'zimni birinchi o'rniga qo'yib ko'raman-da, agar o'zimga yoqsa, shu narsani qilaman, shu gapni gapiraman, shu narsani beraman. O'sha menimcha saxiylik bo'lsa kerak. Ya'ni o'zimga ravo ko'ra olgan narsamligini boshqa odamga gapiraman, bera olaman. Bu ikkinchi kachistvam. Va uchinchisi, ba'zida bu juda ham haddan ko'p kuchimni olib qo'yadi. Bu haqgo'ylikka ko'p anaqa qilishim. Ya'ni haq, men har doim aytamanki, halollik bo'lishi kerak. Halollik tilingda ham bo'lishi kerak, qalbingda ham bo'lishi kerak, fikringda ham bo'lishi kerak. Bu faqatgina halollik deganda burada haqini yeb qo'yish haqida gapirilmayapti.
Ya'ni rostlik bo'lishi kerak. Sen ichingda qanaqa odam bo'lsang, tashqingda shunaqa ko'rsat. Ichingda nima o'ylayotgan bo'lsang, o'sha odamga qo'rqmasdan o'sha gapni gapira olishing kerak. Men aytamanki, o'zingga haq bo'lgin deyman. Lekin kuchimni olib qo'ysa ham qaytmayman-da, o'sha kachestimni yo'qotishga harakat qilmayman, voz kechishga harakat qilmayman. Mayli yaxshilik-ku deyman-da, balki shu yaxshiligim tufayli menga berayotgandir Xudo degan tushunchaga kelaman. Balki shu hislatim o'zimga yoqmasa ham, balki shu hislatim meni yaxshilikka olib borayotgandir meni deyman. Shu ikkita hislatim o'zimga ham yoqadi. Ba'zida bu ko'p kuch yo'qotishga olib kelsa ham va mana shu darajaga yetib kelishim o'sha bo'lsa kerak deb o'ylayman o'zim. Yana bilmadim, balki tashqi odamlar men haqimda balki boshqa yana bir kачествolarim bilishi mumkin. Men har doim aytaman-da, bu hayotida yashayaptimi, hech qachon norozi bo'lishing kerak emas-da. Qanchalik bu ko'zingga norozichilik olib keladigan daraja bo'lmasin, o'shanga rozi bo'lishga o'rganishing kerak deb o'ylayman. O'sha narsani men o'zimda shakllantirganman, chunki juda ham ko'p norozi bo'lganman hayotimda. Juda ham ko'p vaziyatda yo'q, nima uchun men bilan bunaqa bo'lish kerak? Nima uchun aynan men tushishim kerak bu narsaga degan vaqtim bo'lganda, aytamanki, shunaqa deyish kerak emas ekan. Keyin har doim yana bitta narsa aytaman, charchadim demang hech qachon. Hech qachon charchadim deyish kerak emas. Bu birinchidan ustanovka, ikkinchidan dam olish uchun sizni hali juda ham ko'p vaqtingiz bo'ladi deyman har doim. Charchadim degan so'zni o'zini gapirmang deyman. Charchadim degan kuningiz yoki tanangiz yotib qolar ekan yoki pul ketar ekan, albatta sizni o'tirib o'ylash uchun, dam olishingiz uchun vaziyat tug'ilar ekan. Shuning uchun charchadim degan so'zni gapirmayman. Agar gapirib borsam, charchab ketdim-e desam, tavba qildim deyman. Net charchamadim deb 3-4 marta o'zimga ustanovka beraman. O'zimni kuchsiz tomonimdan voz kechmaganman-da, kuchsiz tomonimni kuchga aylantirganman har doim. Mana o'sha yomon odatim bor, o'sha yomon odatim bilan nima yaxshilik qila olaman? Mana shu juda ham yomon xarakterim bor, ammo shu xarakter nima beradi? Men har doim o'sha kuchsiz tomonimdan kuch yaratishga harakat qilganman. Har doim meni hayotimda eng kuchsiz tomonlarim menga kuch beradi hozirgi kunda. Deylik, oddiy misol keltiraman. Men yoshligimdan tomog'imda problema bo'lganda, muammoim bo'lgan. Tomog'im og'rigan, ovozim bitib qoladi. Постоянно hozirgacha ham shu tanamdagi ham eng slabый, eng kuchsiz tomonim o'sha. Lekin tasavvur qiling, o'sha eng kuchsiz tomonim bilan men bugungi kunda mutaxassisman. Meni ovozim bo'lmasa, tomog'im bo'lmasa, men hech kimman. Men gapiraman, gapirishim kerak. Meni eng kuchsiz har doim seni bolaliging tomog'ing yaxshimi? Seni ovozing baqirma, qattiq ovozing bitib qoladi. Tomog'ing og'rib qoladi, muzday narsa yema. Ovozing yopilib qoladi degan ustanovkani men kuchga aylantirganman. Bugungi kunda eng ko'p pul olib keladigan ham o'sha meni eng slabый tarafim. Eng katta natija olib keladigan ham o'sha meni slabый tarafim. Bugun hayotimda hamma narsaga erishganman, men eng o'sha kuchsiz tomonim bilan, eng slabый joyim bilan. Men o'ylaymanki, inson o'zini kuchsiz tomonini yo'q qilishga vaqtini ajratish kerak emas, uni kuchga aylantirish kerak. Nima qila olaman shu bilan? Nima foyda keltira olaman o'sha kuchsiz joyim bilan? Uni yo'q qilishga harakat qilsangiz, hayotingiz tugab qoladi. Umringiz tugab qoladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, insonni kuchsiz tomonini kuchga aylantirish ham bitta bu katta qobiliyat bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men psixologiyadan shuni o'rganganman. Hayotimdan, tajribamdan o'sha narsaga kelganman. Shuning uchun ham armonim yo'q deyman. Meni har doim oilada, hamma joyda onam aytardi, "Sen eng yomon odating o'jarsan" derdi. O'sha aytganingni qilasan-da, o'sha aytdingmi, o'sha noto'g'ri bo'lsa ham qilasan, o'jarliging bor, o'tiraversan indamasdan. Seni menga har doim aytilganda shu o'jarligim как будто mana bu slabый tarafim degan debda, men uni nimaga aylantirganman? O'sha o'jarligim bo'lmaganda, meni psixologiyaga hamma qarshi bo'lgan. Hamma meni o'sha o'jarligimni kuchga aylantirganman. Mana shu sohamga aylantirganman. Yo'q, men baribir oxirigacha boraman-da, ko'rsataman men shu narsani deganman. Meni mana shu yerga ketishimga hech kim qo'llab-quvvatlamagan. Qarshi bo'lmasa ham bor-ku, qo'llamagan payti ham bo'lgan. Qarshi emas, nimadir qilib yuribdi, ishlab yuribdi, o'zicha nimalarni boshlagan, deb ham qo'ygan paytlari bo'lgan. Ham qarshi bo'lmagan bo'lsa ham. Qarshiliklar ham bo'lgan bunda. Lekin bularni hammasini men bitta o'zim, meni hech kim qo'llab-quvvatlamagan. Undan o'rtoqlarim, "Voy, davay zo'r bo'lib ketasan, davay chiq, davay o'sha oxirigacha bor" demagan hech kim menga. Meni o'sha kuchsiz kачеством o'sha yerga olib kelgan. Meni o'jarligim o'sha yerga olib kelgan meni. Men ko'rdingizmi, men sohamga ishlatganman. Birov bilan urushishga emas, sport o'ynashga emas, bir kurashishga emas, kimdir bilan o'rtaga chiqib olib, jangga chiqib olib. Yo'q, men prosta o'zimni o'jarligimni o'sha yerga olib borganman. Meni sohamga olib kelgan narsa ham meni o'sha kuchsiz deb bilgan tomonim bo'lganda, borganman oxirigacha.
Men o'zim shunaqa odamman, bir nimani boshladim, oxiriga yetkazaman, o'shanda natija olmaguncha qo'ymayman. Chunki bo'lishi mumkin emas deyman-da. Kimdir natija olgan-ku, bir kishini ko'rsatib, 10 kishi natija olmagan bo'lsa ham, bir kishi natija olgan bo'lsa, shu bir kishini bittasi men bo'laman deyman. Qaytishing kerak emas orqaga hech qachon. Bo'ldi, berildimi? Sani polingga tushdimi? O'sha xohish keldimi? Demak, uni natijasi bo'ladi. Agar u sizga yaxshilikka bo'lmaganda edi, u sizning hayolingizga kelmagan bo'lardi. Sizning taqdiringizga shunaqa odamlar yaratib kirmagan bo'lardi. Bir qo'limda ushlab olib, ketdik, dava zo'r bo'lyapti, zo'r deb meni tepaga chiqarmagan. Men o'zimni o'zim olib chiqdim. Bo'ldi, o'sha boraman oxirigacha. Hozir endi o'ylasam, o'sha yerda qilgan qahramonligimni hozir qila olmayman, desam 40 yoshdaman, hozir qila olmasam kerak. Men hozir almashtirib bir nimani boshqatdan hammasini o'zim qo'rqib ketaman, o'zim qilgan ishimga. Qanaqa qilib qilganman shu narsani deyman, nimani o'ylagan ekanman deyman-da. Yana ana kichkina bolalarim bo'lgan, unaqa pulim ham bo'lmagan-da, hech narsa bo'lmagan payt shunaqa qilganman. Shuning uchun o'ylaymanki, odam nol holatda hamma narsa qila oladi. Voy keladi, voy men nol holatda hech narsa qila olmayman. Asan nol holatda bo'lganda qila olgan bo'larding. Demak, sen hali nolga tushmagansan. Demak, hali qurbonlikdan voz kechishga hech qanday xohishing yo'q. Sen hozir nol holatda emassan, sen nol qurbonsan. Вот прям 100 mingga ming qurbonsan hozir. Agar rostdan nol va shu nol minus nolga tushgan paytingda katta sakrash bo'ladi. Demak, to'ymagansan. Demak, hali tayyor emassan. Nolda emassan sen. Nolda bo'lgan odam juda katta tepaga sakraydi. O'sha qo'rqish kerak emas o'sha nolga tushib qolishdan. Bu ham aytaman, yomonlik yo'q o'zi dunyoda. Yomon narsani o'zi yo'q hayotda. Ishonchni baribir borib bolalikka borib taqaladi. Men 4-farzand bo'lganman-ku. Menga doim berishgan shu narsani. Men buni tan olaman. Maktabda masalan gruppaviy raqslarda, tansalardan qolib ketsam, onam aytardi, "Sen bitta o'zing o'ynagin" derdilar. Bitta o'zing raqsga tushib bergan derdim. Bir o'zing chiqib raqsga shunaqa chiroyli tushginki, o'sha gruppaviy o'ynaganlar ham senga hayron qolsin derdi. Endi bir o'zing katta sahnaga chiqibda, o'sha narsalar o'sha narsani yengib qo'rquvimdan o'sha yengdirishga meni ota-onam yordam bergan yoki bo'lmasam doim menga dadam har doim "Sen chiroylisan" derdilar. Har doim aytardi. Hamma qoshimdan ko'zimni qo'lchalarim, o'sha barmoqchalarimgacha silab o'pib qo'yardilar. Barmoqlari ham chiroyli buni derdi. Hamma bu nuqtamdan bu nuqtamgacha dadam maqtaganlar. O'sha ham meni natija, bu meni o'zimga bo'lgan ishonchim bo'lgan. Balki qaysidir vaqtda, lekin bu ego berib yuborgan. Egoizm ko'p kuchayib ketgan. Uyimda jihatdan tashqari egoistim, hammasi menga bo'lsin derdim-da. Keyin bu ham menga xalaqit bergan, hayotimda ko'p yiqilishga olib kelgan. Endi hozir buni chiroyli ishlatishga harakat qilaman, lekin ichimdagi o'sha stерженni meni ota-onam bergan baribir. Rostdan ham o'zi chiroyli bo'lganman, o'sha chiroyimni biror joyimni meni kamsitmaganda. Hozir aytishadiki, bo'yingiz baland bo'lishini xohlaysizmi dedi, 161 bo'yim. Men yo'q, xohlamayman deyman. O'sha kichkina bo'yimga ham shunchalik darajada menimcha ishonch bergan, hech narsa emas, ayol kishining kichkina bo'lgani yaxshi deb berganda. Men bo'yim baland bo'lishini hech qachon xohlamayman. Menga yoqadi stulchik qo'yib, polkadan narsa olish. Dedi, bo'yim baland, maza desang, olib ber deyshadi-ku. Yo'q, men stulchik qo'yib olish bundan maza qilaman. Bu meni ota-onam. Shuning uchun har doim aytib, ayol kishining taqdiri, kelajagi bu otaga bog'liq. Hech narsa qila olmasangiz ham qizingizga hech bo'lmasa maqtang. Hech bo'lmasa maqtang uni. Qaytimdir surilib, yara bo'lib qolsa, o'sha yerlarni silab, o'sha yarasi bilan ham chiroyli qizim dirdilar deydi dadam. Menga eng katta ishonchni mana birinchi dadam bergan. Qiz bolaning hayotida ota bu katta rol o'ynaydi. Men otalarga har doim murojaat qilaman. Hech bo'lmasa, hech narsa qila olmasangiz ham, ajrashib ketgan bo'lsangiz ham, har ko'rganingizda maqtang qizingizni. Men juda ham sobiq turmush o'rtog'imga ko'p takrorlayman. Bu kam bo'ladi albatta. Men uni majburlamayman bunga. Maqtang qizingizni deyman-da. Maqtamaydi, bilaman, kam ko'rishadi boshqa, lekin o'sha kamchilikda qizimdan men his qilaman baribir. U ko'pincha o'zidan agar norozi bo'lsa, "Sen nimaga o'zingdan?" Chunki uni otasi maqtamaydi, erkak kishi maqtamaydi-da uni. Shuning uchun bu narsalar juda muhim. Hatto ajrim bo'lganmi, boshqa bo'lganmi, ota-ona har doim bolalar bilan kontaktda bo'lish kerak. Ota qiz bola bo'lsa, qiziga o'sha narsani berish, o'g'il bolaga mardlikni berish kerak. Ona ham xuddi shunday o'zining vazifalarini bajarish kerak. Meni ichimdagi o'sha baribir stержен ichki, coach ichki, bu hammasi meni ota-onam bergan. Ayniqsa dadam ko'p xizmat qilib ketganlar. Men juda ko'p norozi bo'lganman deydi dadamdan. Mana bunaqa qilganlar. Endi aytamanki, yo'q, menga shunaqa zo'r narsalar bergan ekan. Dadam 7 yoshda yetim qolganlar, onasiz qolganlar-da. Deyarli butun bolaligi og'riqda o'tganda, butun bolalik og'riqda o'tgan.
7 yosh bola mardikor bo'lib ishlagan bozorda aytib berardilar-da bolaligida. Hamma bunaqa bo'ldi o'sgan bola u katta bo'lganda yo killer bo'lish kerak edi, yo alkash bo'lish kerak edi, yo narkoman bo'lish kerak edi, yoki urong'ich, so'qong'ich, tayoq urib kaltaklaydigan erkak bo'lish kerak edi. U unaqa bolalikda yashab o'tgan odam. Shunaqa og'riqli bolalikda yashab o'tgan odam shuncha mehr bergan. U qahramon, shuning uchun men doim otamni qahramon deyman. U shunaqangi og'riqli bolalikdan keyin ham menga o'sha ishonchni berib keta olgan. Mani chiroyligimni aytib keta olgan, ishontirib ketgan. Mani eng zo'r ekanligimni ishontirib ketgan. U ichidan qancha matonat, qancha qayerdan topgan u sevgini, o'zida bo'lmagan-ku uni. Qanaqa bu odamdan men xafa bo'lishim mumkin? Qanaqa men bu odamdan norozi bo'lishim mumkin? Bo'lish mumkin emas bunaqa narsa. Har bittangizning otangizda bor bu narsa. Sanikida ham, siznikida ham, hammani otasida bor. Bu men o'zimnikida haqida gapiryapman. O'ylamang, sizga dada shunaqa tushib qolgan. Yo'q, bizga hammamizga shunaqa dada tushgan. Hammamizga shunaqa ota berilgan. Biz buni ko'rmaymiz prosta. Men uni katta bo'lganimdan keyin, vafot etib ketgandan keyin tushunganman. Shunchalik travmichni bolalikdan keyin menga shuncha narsa bir marta qo'l ko'tarmaganlar. Qiz menga umuman qattiq gapirmaganlar-da. Men hech qachon bilmayman, meni buni men uyimdagilar tasdiqlashi mumkin. Menga hech qachon otam qattiq gapirmayman. O'lganlaridan keyin o'zimni sovutishim uchun eslashga harakat qilgan. Meni ushgan joyini, ushib bergan joyini eslay eslolmaganman. Единственное, men travmamni tozalashga paytda psixologlar bu meni otamni onamga qilgan munosabati menga yoqmagan ekan. Er-xotin munosabatlarida malika ola olmaganman. Lekin ota va bola degan joyda men juda ko'p narsa olganman. Bu hammasini berib ketgan, o'zida yo'g'ini ham berib ketgan. Shuncha aytaman, bolaligini yo'q qilmang bolalarni. Bolaligini sindirmang. Bolalik tarixini barbod qilmanglar. Chidayman, sabr qilaman, kaltaklayman, so'kaman, bir-birim bilan kelisha olmayman deyishingiz, bu hammasi bitta taqdirni, bir necha taqdirni sindirib bo'laklab tashlash. Bo'laklab tashlash bu. Shuning uchun meni eng katta kuchim, o'sha bergan kuchim, bu meni ota-onam bergan kuch deb o'ylayman. Aytaman, lekin bu ham juda ham ko'p iyerarxiya qonunini buzishga olib kelgan. Mana bizda ayollik jozibasi kursimizda o'sha qonun, hozir yangi potokdagi kursda ham o'sha qonunni yana ham chuqurroq yozganman darsligida. Bu kattalar qonuni. Men buzganman, ya'ni o'sha periopeka ham bolaga berilayotgan haddan tashqari g'amxo'rlik ham, haddan tashqari uni erkalatish ham bu bizning egoizmimizni oshirib tashlaydi. Menda bo'lgan o'sha davr juda kechirim so'ra olmaganman, egoizmim orqasidan hech kimdan kechirim so'ramasdim. U men uchun bu o'lim bilan teng edi-da, kechirim so'rash birovdan. Birovning gapiga xo'p deya olmaganman. Yo'q, nimaga unaqa bo'lish kerak deganman. Bu meni egoyim baland bo'lib ketish-ku. O'shani hisobiga turmushimdan ketganman. O'zimda o'ylab qarasam, mana shu iyerarxiya qonunida, yana kattalar qonuni, yana hayotdagi o'z o'rning qonuni bor. O'sha ayollik jozibasida bu safar katta modulni, bitta katta darsini o'shanga yozganman. Siz agar travmada katta bo'lgan bo'lsangiz, bu qonun kerak. Menga o'xshab hali periopeka deydi-ku, haddan tashqari ko'p berilgan bo'lsangiz, bu qonun kerak. Biz o'sha qonunni buzgan paytimiz hayotimiz buziladi. Men buzganman bu orqali. Shuning uchun ayollik jozibasi kursida bu modulni bu safargi yangi kursimizda uni katta qilib yozganman. Bu juda ham chuqur berganman. Hamma kurslarda ozgina berib ketardim. Bu safarga chuqurroq berganman bu narsani. Negiz ham shu yerda. Mana shu yerda kattalar qonunining buzilishida. Mana shu qonunni o'rganmasiz, 1000 ta kursda o'qing. 1000 ta kitob o'qib chiqing. U sizga ta'sir qilmaydiki, siz hayotda o'z o'rningizni bilmasangiz, hech qachon sizni o'z o'rningizga hech kim qo'ymaydi. Sen o'zingni o'rningni bilmaganing uchun ering seni o'rningda hurmat qilmaydi. Ya'ni rafiqasi sifatida, ayoli sifatida. Chunki sen o'zingni o'rningni bilmaysan. Bu qonun seni o'zingni o'rningga tushishga, sistemani hurmat qilishga olib kelganda, seni keyin hurmat qilishni boshlashadi. Aytdingiz, sizda o'rningizda ko'pchilik bo'lishni istaydi deb. Men o'sha qonunga rioya qilishni boshlaganman. Shuning uchun balki o'sha auditoriya ichida o'zimda o'rnim bordir. Men hech qachon o'ylamaganman katta ommoda qanaqadir o'ringa ega bo'laman deb. O'ylamaganman. Hayolimga kelmagan. Men o'zim uchun qonunni o'rgangan paytim bugun mana shu yerda o'tiribman. Shuning uchun bu ilmni olish katta-yu kichik, bu ilmni olish hammaga shart deb bilaman. Bizda 2026-yil aprel oyida start beriladi ayollik jozibasi kursiga. Bu faqatgina ayollik jozibasi deb nomlangan, bu nomni o'zgartira olmaymiz. Chunki bu shu nom orqali ayollar uni ichida nima borligini bilishadi menda. Faqat sizga kulamani likillatishni o'rgatmaydi bu kurs. Bu chuqur bilim uni ichida. Chuqur anglashlar,
Men har doim aytaman, har qanday ilmni anglamasang, u natija bermaydi. 3 ta etapi bor-da. Biz o'ylaymizki, bilim o'rgandim, natija beradi deb o'ylaysiz. Sani vazifang qolib ketadi o'rtasida. Ya'ni осознание deyishadi-ku. Ya'ni men anglashim kerak. Kurs anglatadi sizga. Siz balki individual konsultatsiyada transformatsiyadan o'tasiz, lekin anglashga kelgan paytda albatta kurs o'qinglar deyman. Hattoki individual konsultatsiyaga kelganlarga ba'zida sovg'a qilaman o'sha kursni. O'qimasang bo'lmaydi. Meni berganlarim natija berish uchun sen anglashing kerak. Anglashga kelganingdan keyin hali qilgan meditatsiyani ham o'tgan transformatsion jarayoning natija berishni boshlaydi. Bitta kursda o'qib birdan chiqib ketma deyman. Kamida o'shani ichida dolgiroq bo'lishga harakat qilgin deyman. Shuncha kurslar shunaqa etapni beriladi. Kunlarini hattoki mozgni qanaqa ishlash jarayonlarigacha, hattoki nima yeyishing, nima ichishinggacha men belgilab berganman o'sha joyda kursda natija berish uchun bu hammasi. Shuning uchun katta natijalarimiz bor. Natijalar sog'liq eng birinchisi, sog'liq bo'yicha. Ayollik jozibasi 5-potokdagi kursda nechta bitta offline kursni o'zida 7 ta ginekologik kasallikni oldini oldik. Ya'ni endometrioz, kista, mioma, hattoki saraton kasalligigacha borayotgan joylarda analizlar bizda shunaqa o'ziflar bor, qo'yib berishinglar mumkin. Sizlarga anaqa hattoki borib doktordan analizda darsga ko'tarib kelgan ayollar ham bo'ldi. Ya'ni qanchalik infeksion kasalliklardan 5 yil, 6 yillab qutula olmaydigan ayollar qutuldi. Tasavvur qiling, psixologik qancha bu ta'sir o'tkazadi. Gapirmaydigan bolachalar, onalari o'zini ustidan ishlab, gapirmaydigan bolachalar gapirib ketdi. Yurmaydigan bolalar yurib ketdi. Autizm bolalarni ulutsheniga ketganini ko'ramiz. Nimada bu hammasi? Bizning psixologiyamizdan. Biz bola bilan energetik bog'liqmiz. Muhit bolaga ta'sir qiladi oiladagi. Onaning muhiti ta'sir qiladi. Shuning uchun kurslarda faqat o'zingizni ustingizdan ishlamaysiz ayollik jozibasida. Siz oila, farzandlaringiz, eringiz hammaga ta'sir qiladi. Bugun o'quvchim bilan gaplashib o'tiribman. Men deydi, Dilrabo opa deydi, o'ylabman o'tgan darsdan men bu safar nima natija oldim desa, uncha natijani tushunmayman. 2 marta chet elga chiqibman, yana nima oldim deb o'zimga rosa savol beraman. Keyin tushunib qoldim deydi. Meni o'g'lim deydi ishga kirib, o'g'lim menga pul berishni boshladi. Ishlamagan bor, 18 yosh bola. Deydi, lavozimi ko'tarilib dedi, top menejerlikka chiqib dedi, o'sha boshida $400 oylik oladi, $1000 oylikka chiqibdi. Endi $3000 o'targan oyligi. Mana-ku mana natijam dedim deydi. Chunki o'zimni ko'raveribman deydi. Nima oldim? Xo'p, chet elga yana nima oldim? Bu safar duribman deydi. Hayolimga kelmabdi, bu tarafdan ta'sir o'tkazganim deydi. Institut o'qiydigan bolasi ishga kirib shunaqa daromad olib kelyapti ekan. Bu munosabatlarni gapirmasak ham bo'ladi-da. Endi u qancha o'dziv, endi mayli. Men pulda har doim oxiri gapiraman. U kursda o'qiganlarda umuman pulda muammo bo'lmaydi. Umuman bo'lmaydi muammo. Chunki bu sizni hammasi psixologik, sizni holatingizga bog'liq. Ayolga pul uni harakati orqali emas, uni holati orqali keladi. Biz adashayotgan joyimiz, biz qattiq harakat qilishga chuvalamiz. Yugurishga ertalab oldida turamiz, ertalab kechgacha ishlashim yo'q, meni holatim orqali men millionlab pul topishim kerakligini tushunishingiz kerak. Siz holatingizni o'zgartirishingiz bilan x nechilik oshadi. Men sehrgar emasman. Men Malibudan Li9 oldim, Mercedes oldim. Men uni sehrgarlik bilan o'tkazib qo'ydim. Men uni holatini yaxshiladim. U prostranstvo Alloh unga o'sha anaqani vaziyatni yaratib berdi. Uni holati orqali, energiyasi orqali. Meni hech qanaqa bir tayoqcham yo'qki, sehrli, menga kelding, 2 qat bo'lib qolding, menga kelding, Mercedesli bo'ldi. Menga yo'q. Men psixologik holat bilan ishlayman, energiyasi bilan ishlayman. Va mendagi hamma kursdagi hamma mashqlar, darsliklar ilmiy isbotlangan darsliklar hammasi, mashqlardi. Naучное исследованиеdan o'tgan. O'shaning uchun ta'sir qo'rqmasdan, nega siz yaqinda bir anaqa o'sha bundan oldingi kursda menejerga kelib, ota-ona o'sha o'zifda qo'yinglar обязательно. Qizcha 3-sinfdan beri qo'lini yara qilib, ana qilib tashlaydi, qip-qizil olding o'zing o'sha o'zifda. Hech qachon qo'li tuzalmagan, har doim qonab yurgan, shilib o'sha nevrologik anaqasi vrachlar, hech qanaqa dorilar yordam bermaganda. Oxiri psixolog olib kelishgan, emas menejerlar gaplashgan, kursda o'qitsangiz, hali menejer aytganki, 100% tuzaladi qizingiz degan. Keyin
ota-ona 100% garantiya deganda, qo'rqmasang garantiya degan. Keyin uyga qaytib ketayotgan ekan, qiz aytib beryapti, 17 yosh qizi aytib beryapti Madina. Men o'ylam bular mashinik shekilli ada. Bular mashina qanaqa 100% deyish mumkin, 100% qanaqa natija bo'lishi mumkin deyish mumkin. Biroz o'ylanibdi. Pul olib kelguncha. Riskovat qilishga qaror qilishibdi. Endi hamma taniydi-ku ularni, o'libdi, anaqa qilib debdi-da, olib kelib beribdi. 1 oyda odzivini qo'yib beringlar. Men o'zi psixologiyaga unaqa darajada ko'p qiziqmaganman, to'g'risini aytsam. Oyim o'zi посоветовать qildilar, borib o'qib ko'rdim. Men o'zi bitta problema bor edi, o'sha bilan kelgan edim, to'g'risini aytsam, 3-4-sinfimdan beri qo'lim yulardim-da. Bu narsaga davo yo'q deb o'ylardim даже, chunki shuncha yildan beri qilib kelayotgan ishim edi. 6-darsdan keyin da'vo etdilar. Bugundan boshlab qoladi dedilar. O'shanda men вообще ishonmadim, to'g'risini aytsam, chunki bu necha yildan beri kelayotgan narsa edi. Yoshligimdan esimni taniyotgandan bo'layotgan narsa edi. O'shaning uchun men umuman ishonmagan edim bu narsaga. Qolib ketdi. Shu natijaga erishdim mentorlik kursdan. Dilrabo opaga rahmat demoqchiman. O'zlariga hali rahmat deganim yo'q, lekin men искренне rahmat demoqchiman. Deyman ham bir kun, xudo xolasa chiroyli qilib. Bilaman, yana bundan ham ko'proq qilish kerak. Bilaman, hali mana bundan ham zo'r natijalar kutyapti. Xudo xolasa intilamiz unga ham. Hozirgi Madinaga roziman. 3-sinfdan beri qutula olmaydigan o'sha qo'lidagi anaqasidan ketdi. Qiz bola erga turmush chiqishga qo'li qonab ketardi ertalab. Sip-silliq kaftini ko'rishingiz mumkin. Aytayaptiki 100% degan nimaga asoslanib 100% deb aytding desam, sizda hamma dedi praktikalaringiz dedi ilmiy-ku, Dilrabo opa bilaman deyapti-da. Siz o'ylab topgan praktikalar emas-ku bu. Olimlar bunda tasdiqlab bo'lgan praktikalar-ku. Shuning uchun 100% deb qo'rqmasdan aytdim deydilar, deyapti. Qo'rqmaganingni qaragin, birovga va'da bermagin hech qachon. Men hech qachon va'da bermayman-da o'zi. Magan, lekin ko'zimiz yetsa, yana ayta olamiz. Chunki bularning hammasi ilmiy isbotlangan, men emas isbotlagan. Buni nechta olimlarning umri tugagan buni isbotlayman deguncha. Hayotini bag'ishlagan qancha olimlar. Shuning uchun o'sha ayollik jozibasida ham o'sha biz orqaga qaytamiz, o'sha iyerarxiya qonunini kuchli o'sha bitta darsligida kuchli qilib berganmiz. Agar kimda kim o'zini hayotini o'zgartirmoqchi bo'layotgan bo'lsa, o'sha nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsa, albatta ayollik jozibasining yangi patogiga, 6-patogiga yozilishingiz mumkin. Bizda 4 ta moduldan iborat ayollik jozibasi kursimiz, 24 ta darslikdan, 20 ta praktikadan iborat bo'lgan 2-2,5 oy davom etadigan ayollik jozibasi kursiga yozilishingiz mumkin. Kurs onlayn va offlayn tarzda bo'lib o'tadi. Agar rostdan ham bugun sizni bir necha savollaringiz bor yoki yechim topa olmayotgan bo'lsangiz, bu bekorga emas. Men har doim bir narsani takrorlayman. Bu dunyoda hech narsa hech qachon tasodif bo'lmaydi. Va bugun ekran ortida meni tasodifan ko'rib qoldim deb o'ylamang. Bu sizga bitta belgi. Agar hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qiling va kursga yoziling.